Hop, hurmatli do'stlar, bugun 22 may, quyosh ham yondirib turibdi ekan. Xullas, bugun keladi, ertaga keladi deb qachon kelishini bilmay yurgan edik va nihoyat asfaltlarimiz ham yetib keldi o'z vaqtida. Ushbu ko'rib turgan joyingiz mana Shovotdan tushgandan keyin, Elatimizga tushgandan keyin chap tarafi va asfaltni bosib o'tmasliklari uchun hali qatmasdan burun pirsep bilan o'zlarimizning xalqimiz arkan tartib qo'ydi, чтобы asfaltda darrov o'tib ketmaslik uchun. Keyin xo'p, bu ishlar esa bir kunlik ishi bo'ladi. Mana Shovotdan tushgandan chap tarafa kelib ushbu ko'chaga aylanib ketgan. Bu yerni ham o'tmasliklari uchun, ya'ni shu transport vositasida o'tmaslik uchun shunday ehtiyot choralarini qo'ydilar. Hop. Hozir asfaltni taxminan qalinligini ham ko'rsatib o'taman. Mana bir barmoq ko'rsatkich barmog'idan yuqoriroq taxminan bir 7-8 santi, уже 7 santi bo'lsa kerakmi, 8 mi bilmadim. No, lekin har xil onkur-chonkur joylari ham bor, bu yerni ko'pchilik biladi. Shuning uchun ham lekin ba'zi bir joylarni qalin, ba'zi bir joylarni yengilroq. Xullas tep-tekis qilib döşəliyən. Ulu. Lekin malades, gap bo'lsa mumkin emas. Ushbu Shovot ko'prikidan tushgandan sho'racha bo'lgan jarayon endi necha metr keladi bilmadim. Bir kunlik ishlari bo'ladi ustalar avvalambor katta rahmat. Shunda xizmat qilib turganlar uchun jonlari sog' bo'lsin. Issini issi, sovuqni demay. Baribir issidim yonib turibdi har kuni. 37-38 olib turibdi. Xullas, bu yerda mana ko'rib turganingizdek asfalt qilish texnikalari hammasi bor. 1, 2, 3, 4 dona bor texnika. Bir dona asfaltni yozib ketadigan traktor bo'lsa, arqa ikkisi shu tekislab ketadigan traktorlar bo'ladi. Hali bo'sh, issi undan bir qatirib turgani yo'q asfaltni. Malades, gap bo'lsa mumkin emas. Shu borish bo'lsa, yana bir 2 kuna bo'lib ketadilar. Demak, hali bo'lib turgan ishini ham oxirina yetkazgandan sizlar bilan ko'rsatib boraman, yetirib boraman. Buning uchun like bosib, kommentariyada yozib, qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.